Assalomu alaykum. Bugun biz Farg'onadagi fermadamiz. Fermer bilan birgalikda sizlarga bir narsani tushuntirib bermoqchimiz. Bu yerda fermerning makkajo'xori silosi bor edi va u keyingi ekin uchun yerni haydab tayyorlamoqchi. Bugun sizlarga nima ko'rsatmoqchimiz? Yerni haydashdan oldin birinchi ishlov berishni amalga oshirish maqsadga muvofiq. Bu holda yengil ishlov berish uchun diskdan foydalanamiz. Buni nima uchun qilmoqchimiz? Chunki mana bu yerga qarang. Hozir bu tuproqning hammasi organik modda. Agar biz darhol haydasak, buni yerga ko'mib yuboramiz. Biz buni xohlamaymiz. Biz uni tuproqqa aralashtirmoqchimiz. Ikkinchi sabab. Ko'ryapsizmi, bizda sug'orish ariqlari bor. Biz ularni tekislamoqchimiz. Shunda yaxshiroq natijaga erishamiz. Haydash uchun. Mayli, diskni olib haydaylik. Kanallarimizga obuna bo'ling. Yevropa qishloq xo'jaligi texnikasi va jihozlarini sotib olish uchun bizning raqamimizga murojaat qiling. Qani natijani tekshirib ko'raylik. Yaxshi, chuqur ishlayapti. 6. 7 santimetr. Yaxshi, shu yetarli, chunki yoqilgini tejashimiz kerak. Natijamizdan yana bir narsa. Biz organik moddani tuproqqa aralashtirmoqchimiz. Va mana bu yerga qarang. U tuproq ichiga juda yaxshi aralashgan. Yaxshi aralashtirish natijasi, shuning uchun uni tuproq bilan aralashtirsangiz, chirish jarayoni boshlanishi mumkin. Shundan so'ng biz 2 hafta kutishimiz kerak. Chirish jarayoni boshlanishi uchun. Keyin dalani haydamoqchimiz. Chunki barcha bu materiallarni plug bilan yer ostiga kiritganimizda chirish jarayoni davom etadi. Endi tekislash ta'sirini ham bu yerda ko'rishingiz mumkin. Barcha kanallar bizga haydashda xalaqit beradi. Bu yerda yaxshiroq. Harakatlanish tezligi. Soatiga 12 kilometr, aylanishlar soni minutiga 1700.